Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shuhratjon, bu nima qiliq bu? Mashinani yuvadigan maxsus joylar bor. Mahallada o'zi suvni tanqisligini yaxshi bilasiz. Yaxshi emas bu. Uzr, aka. Aziz yurtdoshlar, suvni behuda isrof qilish ham uvoldir. Ota-bobolardan qolgan bu qadriyatga amal qilaylik. E'tibor bering, agar shlangda oqayotgan suvda 15 daqiqa mashina yuvilsa, 120 litr, chelak bilan yuvilganda esa 40 litr suv sarflanadi. Shuningdek, uyda jumrak 1 daqiqa ochiq qolsa, 7-8 litr suv oqib ketishi mumkin. Bu daqiqalarni soatlarda hisoblab ko'rsak, yuqoridagi raqamlar yanada ko'payadi. Shunday ekan, suvni isrof qilmaslikka, undan oqilona foydalanishga harakat qilaylik.